Assalomu alaykum. Bizni kasbdoshlar, kuzatuvchilarimiz. Mana bugun bitta video qo'yapmiz. Mana bu ism familiya kim edi uka? Amirov Oybek ukamiz xonadonida mana urug'lantirishga keldik, urug'lantirdik mana bu sigirni. Mahalliy jaydar zot. O'tgan yili urug'lantirganimizdan tug'ilgan buzoqni mana ko'rsatib beraman sizlarga. O'z naslchilik ilmiy ishlab chiqarish markazidan olingan semental zotli buqani urug'idan tug'ilgan buzoq. Mana. Toza ham chiqar ekanda, toza chiqyapti buni. Necha oylik bo'ldi azimi Oybek? 6 oylik. 6 oylikmi? O'zi ham 6 oylikka zo'rda gavdani qara. Gavdani. Ko'z tegmasin. Toza semental chiqdi o'zi, ha? Toza semental. Urg'ochi. Buni endi xudo xolasa sigir qilsak, mana yelinlarni qara, yelinlarni. Voy jonivor. Xursandmisan, rozimisan? Bergan pulingga? Mana bugun yana urug'lantirdim. Undan oldingi yilga angiz tushdi. Mana. Gap yo'q lekin. Mana bugun hozir onasini yana urug'lantirib qaytyapmiz endi sekin. Buni endi sigir qilsang, xudo xolasa zo'r sigir bo'ladi. Ha, xudo xolasa. Rahmat hammalaringga bizga e'tibor berganlaring uchun.